Pooja Bhatt va Rahul Roy o'rtasidagi munosabatlar 1990-yillarda e'tibor markazida bo'lgan. Ularning hamkorligi va shaxsiy do'stligi ko'plab muxlislarning e'tibor markazida bo'lgan edi. Rahul Roy va Pooja Bhatt birinchi marta 1993-yilda Mahesh Bhatt rejissyorlik qilgan Phir Teri Kahani Yaad Aayi, ya'ni Yana yodimga tushding filmida birga ishlashdi. Bu film ularning ekranlardagi uyg'unligi va ekrandagi kimyosi bilan tomoshabinlar qalbini zabt etdi. Shuningdek, ular Janim, ya'ni Jonim filmida ham birga rol o'ynashdi. Bu filmlar ularning professional hamkorligini mustahkamladi va ularni Hind kinosining mashhur juftliklaridan biriga aylantirdi. Ijodiy hamkorlik ularning shaxsiy hayotida ham yaqinlikni keltirib chiqardi. Rahul Roy va Pooja Bhatt ko'pincha birga ko'rinishar edi. Ularning o'rtasida do'stlikdan ortiq munosabatlar borligi haqida mish-mishlar tarqaldi. Biroq ular har doim bu munosabatlarini shunchaki yaqin do'stlik deb ta'riflashardi. Rahul Royning boshqa aktrisa Manisha Koirala bilan bo'lgan munosabatlari ham Mahesh Bhatt bilan bo'lgan yaqinligi sababli murakkabliklarga duch kelgan. 2020-yilda Rahul Roy insultga uchraganda, u Pooja Bhatt va Mahesh Bhattning holidan xabar olmaganini aytdi. Bu holat ularning shaxsiy munosabatlarida sovuqlik yuzaga kelganidan dalolat beradi. Rahul Roy bu haqida intervyularda ochiq gapirib, bu holatni to'g'ri tushunishini bildirdi. Pooja Bhatt va Rahul Roy o'rtasidagi munosabatlar Hind kinosining yorqin sahifalaridan biri bo'lgan. Ularning professional hamkorligi va shaxsiy do'stligi ko'plab muxlislar e'tiborini tortgan. Ularning birgalikdagi filmlari Hind kinosi tarixida muhim o'rin egallaydi. Biroq vaqt o'tishi bilan ularning munosabatlarida sovuqlik paydo bo'lgan bo'lsa-da, ular o'zaro hurmat va e'tiborni saqlab qolishgan. Demak, Pooja Bhatt va Rahul Roy o'rtasida muxlislar o'ylaganidek sevgi, ishqiy munosabatlar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki matbuot to'qigan mish-mishlar, gap-so'zlar bo'lishi mumkin.